tamoshlarga usul o'ynayapsiz yoki ingliz tilida qisqaroq yomonlamsiz tomoshabinlarni qaqirqab kuldirayapsiz va yoki qarindoshlarimiz yoki do'stlarimiz bilan biror ma'noli fikr o'ynayapsiz. Agar ulardan ta'sirli talentingiz bo'lsa, 31 avgustda o'tkazilgan hal qiluvchi musobaqa kunida sarfar muxtor asida o'z talentingizni namoyon qilishni xohlaysiz. Sahnamizga yaqinlashishdan xursandlik his qilasiz. Agar javobingiz ha bo'lsa, fikringizni biz bilan aloqalashing. Aloqalash uchun Maryam Mo'min. Aloqalashish telefoni 0537 835 77 16. Assalomu alaykum. Avvalambor yaxshi, muammolar yaxshi obdan turibsizlar. Uzun bo'ldi. Naq maydon tarqitish qilolmay qoldim. Bir necha kun bo'lib qoldi ya. Bugun kichikmi? Bir narsani tanishtirish bilan boshlaydi deb o'yladim. Normalde Türklerin kırtasiye nimalarda mandaq narsalarni asosan Xitoyda ishlab chiqargan bo'lgan. Bu qatam tunoydum. Mavjudlik mahsulotlardan tepib oldim. Doim Xitoydan bo'lga chiqarib olmay keletdim. Bu qatam yerlik mahsulotdan tepib oldim. Bu yaxshi kajmi. Anandan men buni nimishqa qog'ozlarga qilmay desanglar ma'qulqi. Ma kitobniki Moyim undaq yerlarga ma'nodan choplab qo'yman. Ma'shaqdan asli ma'no so'zikin tunoyim biroz izlab qoldim, topamadim. Shuni yenib mushni eliverdim. Xitoyning baki Xitoyning ishlab chiqargan. Uni nima qildim? Olmadim. Olmay turaylik. Endi ma'mu Türk mahsulotiga. Bundaq narsalarni ancha-muncha ib qo'ymay ushaq-tushak. Lekin davomli shu Xitoy mahsulotiga deb olmaydiganlarim ko'pdi. Men masalan bolaning yotoq qo'yida bunaqa dars jadvali botdi. Shu jadvalga kalam nim keldi desanglar yana avval vaqtimda. Shu jadvalga ma'qulqi. Planlarimiz o'zgarib turdi-ku bolalarning o'qish darslik jadvallari. Shuni men ustiga yoziblam, choplab qo'ysam aplik bo'ldi deb ilib kirdim. Yani bundaq narsalardan kunlik turmushimiz xatir yozganda kitob o'qigan vaqtimizda yoki o'rganish qilgan vaqtda yaxshi foydalansak xeyli unumli bo'ldi. Bugun tafsir javharlardan 51 betdan 60 betgacha o'qib berman. O'qiymiz yani bugunlik vazifamiz, yani bizning tafsir javharlari kitob o'qish kursumizda bugunlik vazifamiz bo'lsa, yani 512 kunlik planda bugunlik vazifamiz 51 betdan 60 betgacha o'qish. Ondan keyin men aniq maydon tarqitishimga qatnashayotgan ko'rgan bo'lsanglar bilasizlar, terapiya gulli, ya'ni men buni saqish xotirasi deb ism qo'yib oldim uyg'urcha tarjima qilib. Ondan bir parcha yozman. Unda bo'lsa men bu kanalimni WhatsApp mana maydon tarqitishni WhatsApp holatimga bir barli bitay. Ananiki tafsir javharlari. Qanana ketdi. Bu yerga bir barli bitay.
Anandan keyin 100 kunlik kitob o'qish kursida. Bu yerda ovoz qilindi. Mayaga. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar deb yozib qo'yaychi. Hech qachon qilmagan ishdim birisi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tafsir Cevherlerden 51. bət. Allah Taala ularning bu qilmishlarining hammasini ularning gunoh daftariga yozgan bo'lib, ulardan cho'qim hisob oladi va ularga qilmishlarining jazosini tetidi. Ularning ibodat deb qilayotgan ishlari ana shunday edi. Shun ular oxiratning qattiq azobini tetishga tegishli bo'lganlardir. Bu sababdan ularga qiyomat kunida: "Ey kofirlar, sizlar endi qilmishinglarning natijasi bo'lgan azobni tetinglar" deyiladi. Muhim nuqtalari: Öz vaqtda islom dinini yo'q qilishga uringan Mekkalik mushriklar maqsadiga yetolmagandek, hozirgi zamon kofirlarmi hargiz maqsadiga yetolmaydi. Chunki din Alloh taolaning dinidir. Uni Alloh taolo o'zi qo'g'daydi. Ikkinchi, islom ummati har qancha zulm va qiyin qistoqlarga uchrasimi, islom dinini hech kim ularning qalbidan sug'urib ololmaydi. Chunki qalbdagilarga hech kimning kuchi yetmaydi. Qalb Alloh taolaning ilkida bo'lib, Alloh taolo uni o'zi boshqardi. Uchinchi, istig'for etish va cho'ng kichik barliq gunohlarga tavba qilish odamni dunyo va oxiratning azoblaridan saqlab qoladi. To'rtinchi, insonlarni Alloh taologa ibodat qilishdan to'sqanlar bu qilmishning jazosini tortmay qolmaydi. Ular kechikib bo'lsa-mu, cho'qim Alloh taoloning azobiga yo'liqdi. Beshinchi, avliyo degan so'z Alloh taoloning amr farmonlarini o'rindigan va uning to'sqanlaridan yiroq turgan haqiqiy ma'nodagi taqvodor zotlarni ko'rsatadi. Alloh taolo o'zlarining avliyolarini dunyo va oxiratda qo'g'daydi. Allah'ın dinine karşı pul mal sarf kılvatkanlarının akıbeti. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû yunfikûne emvâlehum liyesuddu an sebîlillah. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Tercümesi 36. ayet. Şübhesiz ki küfrede çoğunturub alğanlar pul milini insanlarını Allah'ın yoludan tosish üçün sarf qılıvadıdı. Ular yine sarf qılıdı. Andan ularning sarf qilgan narsalari ularga hasrat elib keldi. Axir ular yengildi. Küfrede çoğunturub alğanlar cehennemge haydalib, u joyda toplanadi. 37. ayet. Bundaq toplash Allah'ның napak adamni pak adamdan ayırıp çıkıp, hamma napak adamni üstü-üstüge dövlep dozaqqa tashlashi uchundir. Ana shular ziyon tartquchilardir. Nazil bo'lish sababi. Tafsiri Tabari ve İbn Kesir qatorliq tafsirlarda bu oyatlarning o'z vaqtidagi Mekkalik kofirlarning katibishi Abu Sufyan haqida nazil bo'lganligi bayon qilingan. Abu Sufyan Badri ve Uhud hazatlarida musulmonlarga qarshi askar to'plash uchun ko'p miqdorda pul mol sarf qilgan. Bag'aviy qatorliq tafsirlarda bu oyat Badr urushida mushrik qo'shinlarga tamoq bergan 12 kishi haqida nazil bo'lgan deyilgan. Tafsiri shubhasizki haqni inkor qilishda cho'ngtirib olgan, kufrini qo'g'dash yo'lida jon pido qilayotgan bu kofirlar pul mollarini insonlarni Muhammad alayhissalomga erishishdan to'sish uchun sarf qilyotdi. Ular bu yo'lda pul mol sarf qilgandan keyin cho'qim pushaymon qildi. Chunki
ularning bu qilmishlari o'zlariga tugamas hasrat nadomat ilib keladi. Lekin ular bu qilmishlarining o'zlariga qattiq pushaymon va hasrat nadomat ilib keldiganligini bilmaydi va o'ylabmi qo'ymaydi. Haqiqat shuki, ular cho'qim ziyon tortadi. Ular o'zlarining pul milining shaytonning yo'lida zoya bo'lib ketganligini keyin bilib qoladi. Ular cho'qim yengiladi. Chunki Alloh taolo Lavhul Mahfuzga kataballohu la'aglibanna ana va rusuli, ya'ni men cho'qim g'alaba qilaman va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qiladi deb yozib o'tgan. Fa ammaz zabadu fayazhabu jufaa wa jufaa وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Yani köpük yıkıp tügeydi. Ama insanlara paydalık narsa zamanda kılıp kalıdı. Allah misallarını en şundak bayan kılıdı. Mana bular, yani ularning pul milining natijasiz zoya bo'lib ketganligi, o'zlarining mag'lubiyat kuchrab pushaymon qilishi kofirlarning bu dunyodagi jazosidir. Ammo ularning oxiratdagi jazosi jahannamdir. Alloh taoloning bunday qilishi kufr ma'siyatning kirlari bilan o'zlarini bulg'agan nopok odamlarni iymon va yaxshi amallar bilan o'zini pok tutgan pok odamlardan ayirib chiqib, nopoklarni üst-üstiga do'ylab to'plagandan keyin jahannamga tashlash uchundir. Ana shular dunyo va oxiratda haqiqatan ziyon tortquchilardir. Muhim nuqtalari: kishilarni Alloh taoloning dinidan to'sish va dinga qarshi chiqish uchun pul mol sarf qiluvchilarning bu qilganlari o'zlari uchun tugmas hasrat va nadomatlarni ilib keladi. Ikkinchi, kofirlar Alloh taoloning nazarida nopok insonlardir, ammo mo'minlar pok kishilardir. Uchinchi, Alloh taoloning payg'ambarlarga va mo'minlarga bergan va'dasi amalga oshib keldi. Muhammad alayhissalomga va islomning oltin davrlaridagi haqiqiy mo'minlarga kelgan nusrat va g'alabalar buning misoli. Allah'ın məxluqatları bolğan fəzil mərhəməti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillezine keferu in yentehu yughfar lahum ma qad salafa ve in yaudu faqad madat sunnetul evvelin ve qatiluhum hatta la tekune fitnetu ve yekuned-dinu kulluhu lillah. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. Tercümesi 38. ayet. Ey Peygamber, küfrede çiң turvallarga aytqanki, agar ular kafirlikdan yansa, ularning o'tgangi gunohlari kechirim qilindi. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, burunqilarga, ya'ni payg'ambarlarga dushman bo'lganlarni jazolashda tutgan yo'lim davomlashib keldi. Ularmi halok bo'ladi. 39. oyat. Fitna, ya'ni zulm va bisim tugagan. Din butunlay Alloh uchun bo'lganga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular kufridan yansa, sheksizki Alloh ularning qilganlarini to'liq ko'rib turadi. 40. oyat. Agar ular iymondan yuz o'rsa, iymon etganlar, bilinglarki, Alloh sizlarning madadkoringlardir. Allah nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Tafsiri: Alloh taolo kofirlarning amallarining dunyo oxiratdagi natijalarini bayon qilib bergandan keyin ularga o'zining fazl marhamatining eshigini keng ochib mundoq deydi. Ey payg'ambar, kufrga jon pido qilayotgan kofirlarga aytqinki, agar ular kufrida ching turishdan voz kechib, dinga va payg'ambarga dushmanlik qilishni yansa, kufrini tashlab Alloh taologa va payg'ambarga iymon etsa, ularning o'tgangi gunohlari albatta mag'firat qilindi. Chunki islom insonlarning musulmon bo'lishidan ilgari gunohlarni yo'q chiqarib, ular uchun yangi bir bat ochib beradi. Mufassirlar: Qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf degan oyatning tafsirida ixtiloflashgan bo'lib, Allama ibn Jarir Tabari bu oyatni ey payg'ambar, sening qavming orasidagi mushriklarga aytqinki, agar ular Alloh taoloni va payg'ambarni inkor qilishdan, sana va mo'minlarga qarshi urush qilishdan yinib, o'zlarining tug'ilishdagi tabiiy holati bo'lgan iymonga qaytsa, ularning ilgirgi kofirlik holatida qilgan barliq gunohlari mag'firat qilindi deb tafsir qilgan. Allama ibn Kasir: ey payg'ambar, kufrida ching turilib sana va islomga qarshi dushmanlik qilayotgan shu kofirlarga aytqanki, agar ular kufridan, sizlarga dushmanlik qilishdan va azg'inlikda ching turishdan yinib,
islomga kirsa, tavba qilsa va Alloh taologa itoat qilsa, ularning burunqi kofirlik holatida qilgan gunohlari mag'firat qilindi deb tafsir qilgan. Shek shubsizki Alloh taologa chin dildan iymon etib, o'zining burunqi kufrligiga echinib, islom diniga kirgan odamning burunqi barliq gunohlari mag'firat qilindi. Chunki payg'ambar alayhissalom al-islama yajubbu ma kana qabla, ya'ni islom ilgirki gunohlarni yuvib o'tadi degan. Ya'ni bir odam kofirlikdan yenib iymon etib islomga kirsa, uning burunqi kofirlik holatida qilgan barliq gunohlari yuvilib ketadi deganlikdir. Agar ular payg'ambar bilan qayta dushmanlashsa, ular shuni bilib qo'ysinki, Alloh taolo ilgirki payg'ambarlarni inkor qilgan kofirlarni qanday halok qilgan bo'lsa, bularni shundoq yo'sinda halok qilishga albatta qodirdir. Chunki Alloh taoloning payg'ambarlarga dushman bo'lgan inkorchi qavmlarga qarta tutgan yo'li hamisha bir xil bo'lib keldi. U bo'lsa-mu, inkorchilarni eng ibratli azoblar bilan halok qilishdir. Alloh taoloning inkorchilarga qarta tutgan bu yo'li ta qiyomatgacha o'zgarmaydi. Bu shundoq o'zgarmas ilohiy qonundir. Ammo sizlar ey musulmonlar, kofirlarning ziyonkashligi, kishilarni haq dinga ergishishdan to'sishi va ularga qaratgan bisimlari tugagan, din butunlay Alloh taolo uchun bo'lib, boshqa dinlarning hammasi mag'lub bo'lgan qadar ular bilan qattiq urushinglar. Agar ular insonlarga zulm qilish va dinga kirgizmaslik uchun bisim qilish, iymon etishdan to'sish qatorli qilmishlardan yansa, ular shuni qat'iy unutmasinki, Alloh taolo ularning qilgan etganlarini ko'rib turdi va shunga yarasha mukofot yoki jazo berdi. Ey iymon etganlar, agar ular iymon etishdan bosh tortsa, ularning bu qilmishlariga beyarim bo'lib ketmanglar. Hargiz qayg'urmanglar, chunki Alloh taolo ularning tegishli jazosini berdi. Ular sizlarga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Bilinglarki, Alloh taolo sizlarning haqiqiy madadkoringlardir. U nima degan yaxshi madadkor, nima degan yaxshi yordamchi. Muhim nuqtalari. Birinci, Alloh taoloning fazli karami va rahmati intayin keng va hammani o'z ichiga oladigan bo'lib, buni insonlarning to'lisi bilmaydi. Ikkinchi, musulmon bo'lganlarning ilgirki kofirlik holatida qilgan gunohlari ularning musulmon bo'lishi bilan butunlay yuvilib ketadi va ular o'zlari uchun yangi bir bat ochgan bo'ladi. Ammo kishining haqqini yeb olganlar, haq egasini rozi qilmoqcha bu haq ularning gadinda qoladi. Chunki bu qul haqqi bo'lib, u rozi bo'lmoqcha, Alloh taolo rozi bo'lmaydi. Uchinchi, Alloh taolo zolimlarni jazolamay qo'ymaydi. Jazoning kechikkanligi zolimlar uchun zulmni davomlashtirishiga qo'yib berganlikdan derak bermaydi. Chunki Alloh taolo har qanday qadamni oshgan zolimlarni ibratli holda biroqla jazolashni xohlaydi. To'rtinchi, tajovuzchi kofirlarga qarshi kurash qilish butun musulmonlar uchun farzdir. Beshinchi, Alloh taolo haq dinga yordam qilganlarga yordam qiladi. Uni qo'g'daganlarni qo'g'daydi. Shundaqla musulmonlarni qo'g'dagan va ularga yordam qilganlarga Alloh taoloning yordami va nusrati cho'qim keladi. G'animatlarni taqsim qilish to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Tercümesi 41. ayet. İyi iman etqanlar, agar sizlar Allohga va haq bilan batil ayrilgan kunda, ikki qo'shin Badrda uchrashgan kunda bandimiz Muhammadga nazil qilganlarimizga ishonsanglar, bilinglarki sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning yaqin tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga va xirojatdan ayrilib qolgan musofirlarga xosdir. Alloh her narsaga qodirdir. Tafsiri. Ey iymon etganlar, sizlar kofirlarni jihatda mag'lub qilib, ulardan olgan g'animatlar mayli az bo'lsin yoki ko'p bo'lsin 5 ulushga bo'linadi. Aşı 5 ulushning bir ulushi Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning yaqin tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga va bu yo'lda xirojatdan ayrilib qilib, yordamga muhtoj bo'lib qolgan musofirlarga berildi. Qalgan 4 ulushini imom, ya'ni musulmonlarning ish boshqaruvchisi yoki qo'mondon o'zi bilib bir taraf qiladi. Xalisi davlatning ishlariga ishlatadi.
Xalisi davlatning ishlari ishlatadi, xalisi g'animatning 4 ulushini imom o'zi bir taraf qiladi, xalisi saqlab qo'ydi. Xalisi mujohidlarga taqsim qilib beradi. Chunki Allohning g'animatni 5dan 1 ulushning kimlarga taqsim qilinganligini Qur'onda bayon qilib, qolgan 4 ulushi to'g'riliq sukut qilganligi buningga ishorat qildi. Payg'ambar alayhissalomning yaqin tuqqanlari, Payg'ambar alayhissalomning bovularidan Hashim bilan Muttalibning avlodlari bo'lib, Abdushams bilan Navfalning avlodlari uning yaqin tuqqanlaridan hisoblanmaydi. Yetimlar otasi o'lib ketgan va balog'atga yetmagan bolalardir. Bu oyatdagi miskinlardan zakot olishga tegishli bo'lgan barliq yo'qsullar ko'zda tutiladi. Payg'ambar alayhissalom g'animatning 5dan 1 qismini 5 o'lishga ayirdi. Uning bir o'lishi o'zi ilib qilib, uni musulmonlarning ishlariga sarf qiladi. Yana bir o'lishini o'zining yaqin tuqqanlariga beradi. Qolgan 3 o'lishini yetimlarga, miskinlarga va xirojatdan ayrilib qolgan musofirlarga ulashtirib beradi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin sahobalarning ulamolari Payg'ambar alayhissalom bilan uning yaqin tuqqanlarining o'lishini taqsim qilish ishida ixtiloflashgan bo'lib, ba'zilar Payg'ambar alayhissalom bilan uning yaqin tuqqanlarining o'lishi amaldan qoladi. Payg'ambar alayhissalomning tuqqanlarining orasidagi kambag'allarmi boshqa musulmon kambag'allarga o'xshash muomala qilindi. Payg'ambar alayhissalomning tuqqanlari orasidagi boylarga g'animatdan hech narsa berilmaydi deb qaraydi. Birinchi xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning tuqqanlari bo'lgan Hashim avlodiga mushu usulda muomala qilgan bo'lib, ularga g'animat taqsim qilmagan. Ulamolar g'animatning 5dan 1ni qanday taqsim qilish to'g'riliq ixtiloflashgan bo'lib, Imom Shafiy mundaq degan: G'animatning Allohga va Payg'ambar alayhissalomga xos bo'lgan o'lishi bir o'lish hisoblanadi. U musulmonlarga manfaatli ishlarga ishlatildi. Qolgan 4 o'lishi Qur'onda bayon qilingan bo'yicha taqsim qilindi. İmam Azam Abu Hanifa mundaq degan: G'animatning 5dan 1 yetimlarga, miskinlarga va xirojatdan ayrilib qolgan musofirlarga berildi. İmam Azamning taqsimotiga asosan Payg'ambar alayhissalomning yaqin tuqqanlarining o'lishi ularning vafot bo'lishi bilan amaldan qoldirilgan bo'ldi. Chunki Payg'ambar alayhissalomning shundoq bo'lgan. Ey iymon etganlar, agar sizlar Rabbinglar bo'lgan Alloh taologa va Badrda musulmonlar bilan kofirlardan iborat ikki qo'shin uchrashib, musulmonlarning g'alaba qilishi orqali haq bilan botil ayrilgan shu kunda bizning bandimiz Muhammad alayhissalomga nozil qilgan oyatlarimizga ishonsanglar, shuni bilinglarki, g'animatning 5dan 1 sizlarga emas, balki Allohga va uning payg'ambariga, shundoqla yuqorida bayon qilingan kishilarga xosdir. Bu belgilemelerge xiloflik qilishdan nazar aylanglar. Farishtalarni tushirib sizlarga yordam berish Alloh taolo tarafidan bo'lgan ekan. Buning sababidan qo'lga kelgan g'animatlarni taqsim qilish ishimi albatta Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha bo'ladi. Oyatdagi bilinglar degan so'zdan g'animat taqsim qilishning hukmini bilib qo'yish emas, balki uning amal qilish va norozilik bildirmaslik ko'zda tutiladi. Muhim nuqtalari: birinchi, urushlarda o'lja ilingan g'animatlarni taqsim qilish Alloh taoloning ko'rsatmasi bo'yicha bo'ladi. Ikkinchi, mo'minlarga ularning Alloh taologa va oxirat kuniga iymoni bor kishilar ekanligini hamisha eslatib turish, ularning to'g'ri yo'lda mengishini izchil davomlashtirishi va dunyoning qiyinchiliklari oldida mustahkam turish uchun turtki bo'ladi. Haqiqiy mo'minlar qalbi o'yg'oq, irodasi mustahkam, ma'naviyati kuchli kishilardir. Shunga ular Alloh taologa ibodat qilishga, Alloh taolo buyurgan amal ibodatlarni o'rnashga va yer yuzini gullantirishga buyurilgan. Allohning mo'minlarga yordam qilishi. Bismillahirrohmanirrohim. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم
إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. Tərcümesi 42-ci ayət. Öz vaxtida sizlər vadının Mədinəyə yaxın tərəfində idinglar. Ular vadının Mədinəyə yiroq tərəfində idi. Qurayşning savdo karvoni bo'lsa, sizlarning tuvan tarafinglarda edi. Agar sizlar mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozligini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, va'daga xiloflik qilardinglar. Lekin Alloh bo'lishga tegishli ishni amalga oshirish uchun halok bo'lganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi uchun yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashashi uchun sizlarni va'dasiz uchrashtirdi. Shaksizki, Alloh albatta hammani anglab turuvchidir va hammani bilib turuvchidir. 43-ci ayət. Ey peyğəmbər, öz vaqtida Allah tushingda sana ularni düşmanning sonini az ko'rsatdi. Agar sana ularni ko'p ko'rsatgan bo'lsaydi, sizlar cho'qim qo'rqib ketardinglar va jang ishida cho'qim talash tartish qilardinglar. Lekin Allah sizlarni bunda qilishni saqladi. Shaksizki, Allah dillardagini bilib turg'uchidir. 44-ci ayət. Allah bo'lishga tegishli ishni, ya'ni sizlarning g'alaba qilishinglarni amalga oshirish uchun dushman bilan uchrashgan chog'inglarda ularni sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi va sizlarni ularning ko'zlariga oz ko'rsatdi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Bugun mishag'icha bo'lsin. Tafsirini erta o'qiymiz inshaalloh. Oy, gözlerini. Bugün bu nakşı bilen hatır yazaylı. Neç günü beri kallandı. Gözüm tolgan bilem yaşka, gözüm tolgan bilem yaşka. Gelip kelgeymi ketkenler, beşim urgan bilem taşka, beşim urgan bilem taşka. Gelip kelgeymi ketkenler, beşim urgan bilem taşka, beşim urgan bilem taşka. Gözün külse gönül külmey, hayat başka, yaşaş başka. Dime demeydi her kimle, elem geldi gece başka. Hayatta her nefes nimet, umte türlür iyilikler. Ömrü şirin öter daim, sana öp olsa sana.
yetkeymu Süyüpsünler yaşaşka İnandık gevri kaldı Yigit kız bağımı asraşka İnatlık gevri kaldı Yigit kız bağımı asraşka Eş var mı asraşka Ayak kütken bergeyim Gözüm tolğan bilen yaşka Gözüm tolğan bilen yaşka Gelip kelgeymi ketkenler Beşim urgan bilen taşka Beşim urgan bilen taşka Gidip kelgeni ketkenler Beşin urgan bilen taşka Beşin urgan bilen taşka Gözün külse gönül külmey Hayat başka, yaşaş başka Dime demeydi her kimle Elem kelligice başka Hayatta her nefes nimler Unte tülür hikmet Ötür şirin öter dalim Sana öp olsa sana hemrah Gözüm toymaz, kümül kanmaz Bana arman yorup dünya Bana arman yorup dünya Bana arman yorup dünya Ömürden bağım yetkeymu Süyüpsünler yaşaşlar Süyüpsünler yaşaşlar Ömür davam yetkeymu Süyüpsünler yaşaşlar İnandık gevri kaldı Yigit kız bağımı asraşlar İnatlık gevri kaldı Yigit kız bağımı asraşlar Eş var mı asraşka
bergeyim Gözüm tolgan bilen yaşa Gözüm tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketgenler Beşim urgan bilen taşta Beşim urgan bilen taşta Gelip kelgeymi ketgenler Beşim urgan bilen taşta Beşim urgan bilen taşta Gözün külse gönül külmey Hayat başka, yaşaş başka Dime demeydi her kimle Elem kelligice başka Hayatta her nefes nimet Untetülür hikmet Öbür şiirin öter daim Sana öp bulsa sana hemrah Gözüm toymaz, gönül kanmaz Bana arman yorup dünya Bana arman yorup dünya Bana arman yorup dünya Ömür devam yetkeyim o Süksüzler yaşaşlar Süksüzler yaşaşlar Ömür devam yetkeyim o Süksüzler yaşaşlar İnatlık gevhri kaldı Yigit kız bağımı asraşka İnatlık gevhri kaldı Yigit kız bağımı asraşka Erindeş bağımı asraşka Hayat kütken bergeyim Gözüm tolgan bilen yaşa Gözüm tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketgenler Beşim urgan bilen taşta Beşim urgan bilen taşta Gelip kelgeymi ketgenler Beşim urgan bilen taşta Beşim urgan bilen taşta
Elem kelmeyece başka Hayatta her nefes nimmet Untetülür iyilik Ömür şiirin öter daim Sana hep bulsa sana hemrah Gözüm toymaz, kümül kanmaz Bana arman yoruk dünya Bana arman yoruk dünya Bana arman yoruk dünya Ömür devam yetkeyim o Sürpsüzler yaşaşlar Suyupsuzlar yaşaşlar Ömür devam yetkeyim o Suyupsuzlar yaşaşlar İnandık gevhri kalbi Yigit kız bağımı asraşka İnandık gevhri kalbi Yigit kız bağımı asraşka Erindeş var mı asraşka Hayat kütken bergeyim Gözüm tolgan bilen yaşka Gözüm tolgan bilen yaşka Gelip kelgeymi ketkenler Eşim urgan bilen taşka Eşim urgan bilen taşka Gelip kelgeymi ketkenler Beşim urgan bilen taşka Beşim urgan bilen taşka Gözün külse gönül külmey Hayat başka, yaşaş başka Dime demeydi her kimle Elem kelmeyece başka Hayatta her nefes nimmet Untetülür iyilik Ömür şiirin öter daim Sana hep bulsa sana hemrah
yetkeymu Süyüpsünler yaşaşkan İnanlık gevri kaldı Yigit kız bağımı asraşka İnanlık gevri kaldı Yigit kız bağımı asraşka Erinleş bağımı asraşka Hayat kütken bergeyim Gözüm tolgan bilen yaşka Gözüm tolgan bilen yaşka Gelip kelgeymi ketkenler Eşim urgan bilen taşka Eşim urgan bilen taşka Yinip kelgeni ketkenler Beşim urgan bilen taşka Beşim urgan bilen taşka Gözün külse gönül külmey Hayat başka, yaşaş başka Dime dimeydi her kimle Elem geldi gece başka Hayatta her nefes nimet Umte gülür hikmet Yoldur şiirin öter daim Sana hak bulsa sana hemrah Gözüm toymaz, gönül kanmaz Bana arman yorup dünya Bana arman yorup dünya Bana arman yorup dünya Ömür devam yetkeymu Süyüpsünler yaşaşlar Süyüpsünler yaşaşlar Ömür devam yetkeymu Süyüpsünler yaşaşkan İnanlık gevri kaldı Yigit kız bağımı asraşka İnanlık gevri kaldı Yigit kız bağımı asraşka Erinleş bağımı asraşka
Gözüm tolgan bilen yaşka, gözüm tolgan bilen yaşka. Gelip kelgeymi ketgenler, beşim urgan bilen taşka, beşim urgan bilen taşka. Gelip kelgeymi ketgenler, beşim urgan bilen taşka, beşim urgan bilen taşka. Gözün külse gönül külmey, hayat başka, yaşaş başka. Dime demeydi her kimle, elem kendi gece başka. Hayatta her nefes nimet, umtetülür iyilik. Ömür şirin öter daim, cana öp olsa sana hemrah. Gözüm toymaz, kümül kanmaz. Bana arman yorup dünya, bana arman yorup dünya. Bana arman yorup dünya. Ömür devam yetkeyim o, süpsüzler yaşaşlar. Süpsüzler yaşaşlar. Ömür devam yetkeyim o, süpsüzler yaşaşlar. İnatlık gevri kaldı, yigit kız bağımı asraşka. İnatlık gevri kaldı, yigit kız bağımı asraşka. Kerindaş bağımı asraşka. Hayat bitken vergeyim, gözüm tolgan bilen yaşka, gözüm tolgan bilen yaşka. Gelip kelgeymi ketgenler, beşim urgan bilen taşka, beşim urgan bilen taşka. Gelip kelgeymi ketgenler, beşim urgan bilen taşka, beşim urgan bilen taşka.
Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminin eynekini takmış ekan. Bu deganlik eynek uni qaragan kishining chiroyini aynan ko'rsatadigan mu'min odamning mu'min ko'rinishining yaxshi yomon taraflarini afzalliklarni va ayblarini samimiy ko'rsatib turdi deganlik. Peygamberimizin bu sözü bizga ko'p narsalarni o'rgatadi. Birinciden aynan chiroylikni sakni aynan ko'rsatadi. İkinciden aynan bizning sak ve yaraşmagan taraflarımızı bizge eziyet vermezsin, bizni nesra kılmazsın, dilimizni ağırtmazsın, ko'rsatmaymiz. Nasihatimiz her bir Müslüman için farz. Nasihatni terk etish günah. Bununki halak kılgın kavimlerinin günahı, yamanlıklarını kırıp kırıp osmanlıkları. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون İsrail evladı kişileri kafir olganlardan Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın kulu bilen lanet kıldı. Bu ulanın asılık kılamatı. Şöyle ya sizni Allah'a tuturdu ya ki nasıl Allah Teala Kur'an'ında ve kuvvetli nefsinde kadar ve az-Rahim yani Rabbinin yelinden ve korkan halden içinden yapmaktan İnsan surette Allah Teala ile buluş, kulubu yerimiş ve samimi münacat teşvikten kuluba yakınlık azaltır. Mertebesini yapıyor. Bunun aksice bazı insanlar surette bulunmakta günah kılıp Allah Teala'ya asi olur. Bu da kılmışlarını insanların düşürür. Ama Allah Teala'nın düşürür. Çünkü onlar Allah Teala'nın cezalaşını korkuşunu olmadan insanların eğitmişliğini beklerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hükmünün sahabemize men sizlerge kıyamet günü kihamete kadar katta ameller bilen kelgen olsun emelleri bütünley yıkatılıp gidip turakta tuzuk gitti kalmalı editlerine sahabeler editlerine ya Resulullah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ular silerden ve aranlar kişilerden. Ular siler bilen ibadet kıldır. Mahmut kalganlarda olsa haram işlerine kalır. Haram işler Allah Teala çekilen işlerin hangisine ölçecek? Haramın huzur istediğinde huzur haram. Bazı kişiler cevap tatmayla başkalarının hakkını yiyiş bilen huzur istiyor. Yeni bazısı başkalarını
Ve haddidan eşip ketganlik. Xilvat
ya sizni Allohga ko'tardi yoki azgalga tashlaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Vezkur robbika fi nafsika tadarruan va khifa", ya'ni Robbingni yelingan ve korkan halda içinde yad etkin deydi. İnsan hilvette Allah Taala bilen buluş, onunla yeriniş ve samimi münacat kılış arkalık onunla yakınlık hasıl kıldı. Mertebesini götürdü. Bunun aksice bazı insanlar hilvette bulganlarda günah kılıp Allah Taala'ya asilik kıldı. Ular kılmışlarını insanlardan düşürdü. Ama Allah Taala'dan düşürmeydi. Çünkü ular Allah Taala'nın cezalışından korkuşunun ornuğa insanların eğitlişinden bekrek korktu. Hilvet ya sizni Allah'a götürdü ya ki azgalığı taşlaydı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Vezkur rabbike fi nefsike tadarruan ve khifa", yani Rabbini yelingan ve korkan halda içinde yad etken deydi. İnsan hilvette Allah Taala bilen buluş, onunla yeriniş ve samimi münacat kılış arkalık onunla yakınlık hasıl kıldı. Mertebesini götürdü. Bunun aksice bazı insanlar hilvette bulganlarda günah kılıp Allah Taala'ya asilik kıldı. Ular kılmışlarını insanlardan düşürdü. Ama Allah Taala'dan düşürmeydi. Çünkü ular Allah Taala'nın cezalışından korkuşunun ornuğa insanların eğitlişinden bekrek korktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günü sahabelerge "Men sizlerge kıyamet günü tihamete kadar katta emeller bilen kelgen bolsunmu, emelleri bütünley bekar bulup gidip tuproqda tuzlup ketadiganlarni aytib beraymi deydi. Sahabeler aytib bergeyler ya Resulullah deydi. Bugün müşinçlik bolsun. Erken görüşelim.